Nima teshamiz ustoz buni? Bunimi? Ha? Buni bu moy kanali bo'ladi. Matiz, Devo, Matiz, Damas, Best. Shularda mana moy kanali bor. Kichkina bo'ladi. Ninani razmerdek kichkinagina. O'shanga ham 0.2 razmerda biz teshib kattaroq olamiz. Moy surib o'tib nagar bo'lsa, mana shu tiqilsa moy chiqmaydi tepaga. Mana ashlarni ushiydi. Rasullar shunda yuradigan joy bo'ldi, shunda ushiydi. Bitta dona ashdan chiqadi. O'shani teshib olamiz. Bir xillar teshadi, bir xillarning esidan chiqib qoladi tesh. Svillarda katta razmerda teshib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Moy bemalol o'tib, nagar bo'lsa ham ilinib qolmaydi. Bo'lmasa o'zini teshiga, zasiga teshiga juda kichkina. Tiqiladi 100%. Shuning uchun teshib qo'yamiz motorga ochganda. Mana bunday motor yog'amiz. Xudo xolisa hammasi zo'r bo'ladi. Kimga xizmatimiz kerak bo'lsa shu yerdamiz. Mas'ul avtoga uchrashurasizlar. Sog' bo'lasizlar.